Geosiyosiy bosim oshmoqda. Donald Tramp Netanyahuga to'xtat, aks holda zarar ko'rasan dedi. Vladimir Putin Qodirovga rasmiyatchilikni to'xtat dedi. Jabrlanganlarga yordamni kechiktirmaslikni talab qildi. Dunyo yanada xavfli. Charles Uch Oq uyda nimalar dedi? Men uchun do'st yoki qarindosh degan tushuncha yo'q, Sadir Japarov. Hindistonda erkak opasining jasadini qazib olib $211 yechib olish uchun uni bankka olib bordi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Geosiyosiy bosim oshmoqda. Donald Tramp Netanyahuga to'xtat, aks holda zarar ko'rasan dedi. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahuga Livanga zarbalar bo'yicha tavsiya berdi. Bu haqda Axios xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Tramp Netanyahuni Livanga faqat aniq nishonli zarbalar berishga chaqirgan. Aks holda uning fikricha Isroil o'zini yomon ko'rsatib qo'yadi. Men Netanyahuga aytdim, u aniqroq harakat qilishi kerak. Binolarni vayron qilmasin, buni qilish mumkin emas. Bu juda dahshatli va Isroilni yomon otliqqa chiqaradi degan Tramp. U Livan va uning rahbariyatiga ijobiy munosabatda ekanini ta'kidlagan. AQSh prezidenti shuningdek, Tehronga qarshi operatsiya yakunlangach, Livan yana tiklanishi mumkin deb hisoblaydi. Eron Livanni vayron qildi. Ularning qo'g'irchog'i Hizbulloh Livanni vayron qildi. Eron mag'lub bo'lsa, Hizbulloh ham avtomatik tarzda mag'lub bo'ladi degan Tramp. Vladimir Putin Qodirovga rasmiyatchilikni to'xtat dedi. Jabrlanganlarga yordamni kechiktirmaslikni talab qildi. 29 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Checheniston yetakchisi Ramzan Qodirov bilan Kremlda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda Putinning matbuot xizmati xabar berdi. Uchrashuv davomida Qodirov Chechenistondagi vaziyat haqida qisqacha ma'lumot bergan. O'tgan yil yakunlariga ko'ra, o'z daromadlarimiz rejadan oshib bajarildi. O'sish 122% ni tashkil etdi. 2024-yilda yalpi hududiy mahsulot o'sish sur'ati bo'yicha Rossiyada birinchi o'ringa chiqdi. Shuningdek, u mart oyining oxirida respublikada kuchli toshqinlar yuz bergani va oqibatlarini bartaraf etish uchun barcha kuchlar safarbar qilingani haqida aytgan. Hurmatli Ramzan Ahmatovich, men sizlarda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlarini qanday olib borilayotganini kuzatdim. Biz favqulodda vaziyatlar vazirligi va vazir Aleksandr Kurenkov bilan samarali ishlashingizni bilaman. Jabrlanganlarga yordam to'liq ko'rsatilishiga umid qilaman. Baholash jarayonida rasmiyatchilikka berilmasdan barcha muhtojlarga yordam berish kerak degan Putin. Shuningdek, Putin maxsus harbiy operatsiyada ko'rsatilgan katta yordam uchun Qodirovga, barcha chechen xalqi va respublika aholisiga minnatdorlik bildirgan. Sizlarning jangchilaringiz jasorat bilan kurashmoqda. Ular haqiqiy jangchilar. Hozirda 71 mingdan ortiq kishi operatsiyada qatnashmoqda. Ularning qariyb 20 ming nafari ko'ngillilar deya qo'shimcha qilgan Rossiya prezidenti. Qolaversa, Putin yaqinda saylovlar bo'lib o'tishi haqida Qodirovga eslatgan va unga omad tilagan. Dunyo yanada xavfli. Charles Uch Oq uyda nimalar dedi? Qirol Charles Uch AQShga tashrifi chog'ida Kongressda so'zlagan nutqida Britaniya va AQSh o'rtasidagi maxsus munosabatlar ahamiyatini ta'kidlab, NATO Ukraina himoyasi va iqlim inqirozi mavzulariga alohida e'tibor qaratdi. Bu haqda The Guardian nashri xabar berdi. Uning nutqi Donald Trampga bilvosita murojaat sifatida qabul qilinmoqda. Charles AQShni Naviy Yevropa ittifoqlari bilan aloqalarni tiklashga chaqirgan. Amerika so'zlari mustaqillikdan beri doimo ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Bu buyuk mamlakatning harakatlari esa yanada muhim deydi u. Charles Uch ikki davlat o'rtasidagi tarixiy aloqalarni maqtab, asrlar davomida shakllangan ittifoq haqiqatdan ham noyob deya e'tirof etgan. Shu bilan birga u Buyuk Britaniyaning asosiy huquqiy hujjatlaridan biri Magna Cartaga ishora qilib, ijro hokimiyatini nazorat va muvozanat tizimiga bo'ysundirish tamoyilini ta'kidlagan. O'z nutqida Ukraina va uning jasur xalqini qo'llab-quvvatlashda qat'iy iroda zarurligini ta'kidlab, adolatli va barqaror tinchlikka erishishga chaqirgan. Charles Uch iqlim inqiroziga qarshi kurash muhimligini ta'kidlagan. Biz tabiiy tizimlarning izdan chiqishini e'tiborsiz qoldirsak, bu katta xavf tug'diradi. Tabiat iqtisodiyoti bizning farovonligimiz va xavfsizligimizning poydevoridir degan u. Qirol shuningdek ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabatlariga urg'u bergan. U yillik $430 milliard savdo va $1.7 trillion o'zaro investitsiyalar ikki tomon iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlagan. Men uchun do'st yoki qarindosh degan tushuncha yo'q, Sadir Japarov.
Qirg'iziston prezidenti Japarov Kaktus Media nashriga bergan intervyusida mamlakatdagi siyosiy jarayonlar, fevral oyidagi voqealar, davlat to'ntarishiga urinish haqidagi iddaolar, xavfsizlik idoralari faoliyati, shuningdek sobiq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev va uning oilasi bilan bog'liq masalalarga izoh berdi. Prezident intervyu davomida bir qator savollarga javob berib, davlat siyosati, korrupsiyaga qarshi kurash va shaxsiy munosabatlarning davlat boshqaruvidagi o'rni haqida o'z pozitsiyasini bildirgan. Fevral oyidagi siyosiy jarayonlar va davlat to'ntarishiga urinish haqidagi savolga javob berar ekan, Sadir Japarov vaziyat boshidan nazorat ostida bo'lganini ta'kidlagan. Men turli manbalardan ma'lumot olaman. 75 kishilik xat bilan bog'liq jarayon boshlangan paytda men ham yetarli axborot bor edi. Hujjatning parlamentga kirib kelishidan boshlab harakatlarni kuzatdim. Masala yalpi majlisga chiqishdan oldin zarur choralarni ko'rdik. Vaziyat boshidan nazoratda edi, dedi Japarov. Uning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xizmatlari jarayonlarga jalb qilingan bo'lsa-da, barcha harakatlar to'liq nazorat ostida bo'lmagan holatlar bo'lishi mumkin. Prezident davlat rahbari sifatida xavfsizlik idoralari faoliyatidan xabardor ekanini bildirib, men prezident va bosh qo'mondon sifatida asosiy jarayonlardan xabardorman. Kim nima qilayotganini bilaman, lekin hamma narsa to'liq mening nazoratimda deb ayta olmayman, deya ta'kidlagan prezident. Shuningdek, iste'foga chiqqan deputatlar masalasiga to'xtalib, ayrim siyosiy guruhlar parlamentda muayyan jarayonlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan. Ular muvaffaqiyatsizlikka uchragach, ayrimlar o'z mandatlarini topshirgan bo'lishi mumkin. Yakuniy xulosani tergov beradi, dedi Japarov. Tashrifga oid savolga javob berar ekan, prezident shaxsiy munosabatlar davlat siyosatiga ta'sir qilmasligini alohida ta'kidlagan. Men uchun do'st, qarindosh yoki yaqin inson degan tushunchalar davlat ishida yo'q. Davlat va xalq manfaatlari birinchi o'rinda, dedi Japarov. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday ish bo'yicha yakuniy qarorni sud chiqaradi. Tergov bor, ish sudga oshiriladi. Kim aybdor, kim aybsiz, buni faqat sud aniqlaydi. Shuningdek, Sharbek Tashiyev ishi bo'yicha davlatga katta miqdorda zarar yetkazilgani aniqlangan va zarar qoplanganidan keyingina ozodlik masalasi ko'rib chiqilishi mumkinligini aytgan. Prezident oila a'zolarining davlat ishlariga aralashmasligini aytib o'tgan. Mening oilam va qarindoshlarim davlat boshqaruviga aralashmaydi. Biz avvalgi xatolarni takrorlamaslikka qaror qilganmiz, deya ta'kidlagan u. O'g'li va qarindoshlar investorlar bilan muloqotda bo'lishi mumkinligini, ammo davlat tuzilmalariga aloqador emasligini ta'kidlagan. Shuningdek, oltin bilan bog'liq ayblovlarni rad etib, bu 1000% yolg'on. Suratga tushish holati noto'g'ri talqin qilingan, degan Japarov. Kazino qonuni bo'yicha tanqidlarga javoban prezident bu qaror iqtisodiy maqsadlarda qabul qilinganini aytgan. Bu qaror davlat manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilingan. Natijada byudjetga daromad tushmoqda, ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Qirg'iziston prezident Rossiyaga tashrifi siyosiy bosim bilan bog'lanmaganini bildirib, men tashabbus bilan Moskvaga bordim. Muzokaralarda strategik hamkorlik masalalari muhokama qilindi, deya ta'kidlagan Japarov. Hindistonda erkak opasining jasadini qazib olib $211 yechib olish uchun uni bankka olib bordi. Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. 50 yoshli Jitu Munta opasining vafot etganini isbotlab, uning hisobidagi puldan foydalanmoqchi bo'lgan. Biroq bankka o'limni tasdiqlovchi zarur hujjatlarni taqdim eta olmagan. U yanvar oyida 56 yoshida vafot etgan opasi Karla Mundaning hisobidan taxminan 20,000 rupiya, $211 yechib olishga uringan. Munda ro'molga o'ralgan jasad qoldiqlarini Adisha shtatining Konshar tumanidagi Adisha Grammar Bank filialiga olib borgan. Men bir necha bor bankka qatnadim va u yerdagi odamlar menga hisob egasini olib kelishdi. Shundan keyingina uning nomiga qo'yilgan pullarni olishi mumkinligini aytdi. O'lganini aytgan bo'lsam ham gapimga quloq solmay bankka olib kelishni talab qilishdi. Shuning uchun alamimdan qabrni qazib, o'limining isboti sifatida uning skeletini olib chiqdim, dedi Munda jurnalistlarga. Rasmiylarga ko'ra, erkak opasining hisobidagi pulni olish uchun o'zini uning qonuniy vorisi sifatida rasmiylashtirish tartibini tushunmagan. Jitu savodsiz qabila vakili. Bank xodimlari uning marhumning hisobidan pul yechish tartibini tushuntira olmagan, dedi mahalliy politsiya inspektori Kiran Prasadu Sahu. Voqeadan so'ng rasmiylar Mundaga pulni qonuniy yo'l bilan olish tartibini yakunlashda yordam bergan. Opasining jasadi esa politsiya nazorati ostida qayta dafn etilgan. Adisha Grammar Bank raisi voqeani juda achinarli deb baholadi va xodimlardan tartib-qoidalarga rioya qilishni talab qildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.